Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan dasturchilarning eng ajal ilovasi bu integrativni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Bu integrativ ilovasi sun'iy intellekt bilan ishlaydi va Gemini 4.5 ni qo'llab-quvvatlaydi va bunda siz xohlaganingizcha o'zingiz kod yozmasdan sun'iy intellektga kod yozdirib, har xil Telegram bot, saytlar, ilovalar yasasangiz bo'ladi. Bu saytni yuklab olishimiz uchun birinchi navbatda biza albatta Google ga kirib olishimiz kerak, ya'ni Chrome ga kirib olasizlar yoki qanaqadir sizlarda brauzer bo'lishi mumkin, Opera, Yandex, Firefox o'shanga o'xshash brauzerlar bo'lishi mumkin. O'sha orqali kirib integrativ deb qidiramiz. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar, mana chiqyapti. Qidirsak, уже birinchisida reklama chiqadi, sizlardan chiqib qolishi mumkin. Reklamadan o'tirib olib, pastida Google integrativ deb yozilgan, o'shani kiramiz, o'sha saytga tashrif buyuramiz va bu yerdan biza integrativni o'rnatishni ko'rib o'tamiz. Bu yerda download degan ikkita tugma bor. Biza faqat Windows uchun kerak, shuning uchun Windows download bosamiz va bu yerda bizaga ko'rsatyapti. Sizning kompyuteringiz Mac bo'ladigan bo'lsa, Mac versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Agar Windows bo'ladigan bo'lsa, Windows versiyasini yuklab olishingiz mumkin. Bizda faqat Windowsda ikkita operatsion tizim bor, ya'ni ARM64 va 64 bitli versiyalari bor. ARM64 hozirgi kunda faqat image o'rnatilgan bo'lsagina ARM64 ishlaydi. Bizda hozir faqat Windowsning o'zi bo'lgani uchun x64 versiyasini yuklab olamiz. Yuklab olish uchun mana shu ikon ustiga bosib yuklashni boshlaydi. Mana ko'rayotganingiz yuklab boshladi. Menda yuklangan, shuning uchun men yuklab o'tirmayman. Yuklangan fayllarimiz bilasizlar, o'sha nimada turadi? Papkada turadi. Bu yerdan show all downloads bossak, bu turadi hozir. Bu yerda fayllarga kirib olaman va download degan papkaga o'taman. Bu yerda yuklangan fayllarim turadi. Yuklangan fayllarimda integrativ bor. O'shani topib olib, uni ustiga 2 marta bossam, o'rnatish oynasi bizga ochib beradi. O'rnatish oynasida sizdan ruxsat so'raydi. Shu narsalar shartlariga, nimalarga rozilik berib, keyin I accept the agreement degan joyni bosib next qilamiz. Keyin next, yana next va bu yerdan create desktop icon dedi. Ya'ni bu desktopga icon chiqarsinmi degan joyi. Bu yerga agar sizlarga kerak bo'lsa bosasizlar, yo'q bo'lsa next qilib ketaveramiz. Install qilamiz va bu yerda install qilishni boshladi. Ilovamiz install qilishni boshladi. Iltimos bungacha mana kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, videolarni ko'rsanglar, foydali videolar chiqarib boryapman. Kerakli kontentlarni mana shu yerdan olishlaringiz mumkin. Xo'p. Mana o'zi ustanovka bu bo'ldi. Xo'p, endi buni bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, launch integrativ degan joyi bor. O'shani bitishga qo'yilgan va biz finishni bossak, o'zi integrativ ilovasini bizga oynasini ochib beradi. Kompyuterlaringiz agar xotirasi yoki intellekt kuchliroq bo'ladigan bo'lsa, sizlarda tez bo'lishi mumkin. Menda hozir Intel Core i3 bo'lgani uchun sal sekinroq ishlamoqda. Xo'p, mana ochildi, oynamiz ochildi. Bu lekin faqat internetda ishlaydi, aytib o'tay. Faqat internetda ishlaydi. Bizda menda avval o'rnatilgan fayllarim, avval ishlaydigan fayllarim bo'lganligi uchun sirazi o'zi ochib ketdi. Xo'p, qaranglar, bu yerda sizlarda boshqacha oyna chiqarishi kerak edi. Lekin menda nimagadir o'zi kirib ketdi. Xo'p, hammanglar nima bo'lsa next ketaverasizlar. Agar sizlarda ham oyna chiqadigan bo'lsa, mana shu qora oyna chiqadigan bo'lsa, next qilib oxirida Google'laringiz ulashingizlar kerak bo'ladi. Brauzer orqali Google'laringiz ulaysizlar. Ulaganlaringizdan keyin mana bu nimani ishlatib bilasizlar. Sun'iy intellektni ishlatib bilasizlar. Hozir menda internetim nimagadir ishlamayapti, shuning uchun sal o'ylanyapti. Xo'p, mana chiqdi. Уже bu yerda sun'iy intellektimiz bor. Bu Gemini
To'g'ri 5-versiyada ishlaydi. Eng oxirgi versiyada bu Gemini 3 Flash ham bor, e, Pro High bor, Pro Lows bor va GPT-OS bor. Xohlagancha variantlari bor. O'ta juda ham zo'r dastur. Men o'zim ham shunday kod yozaman. Kod yozmayman, kodni yozdiraman desam ham bo'ladi. Xo'p, men bu yerga nima ish qilishingizni o'zingiz tushuntirib yozasiz. Aytib o'taman, qarang, ko'p hollarda Gemini 3 Low yoki Gemini 3 Pro da turgan bo'lishi mumkin. Buni o'zgartirib, Cloud Ops 5-versiyaga o'tirib qo'yasizlar. Bu yaxshi ishlaydi, sababi juda ham zo'r ishlaydi. Faqat limit qilib qo'ymanglar. Limit qilib qo'ysanglar ham akkauntni o'zgartirish imkoniyati bor. Bugungi darsimiz sizlar bilan mana shular edi. Meni kanalimga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham ko'proq videolarni chiqarishga harakat qilaman. Hammangizga rahmat. Obuna bo'lishni unutmang.